Menga hech kim qilib bermaydi nonushta. Foydasi bo'lmagan va bu meni nolishdan. Qo'rqma hayotda o'zingnikini olishdan. Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar hamda kuzatuvchilar. Bugungi bizning yangi mavzuimiz sodda geometrik shakllar. Sodda geometrik shakllar. Nega aynan sodda deymiz? Chunki o'quvchilar bular oson, o'ta ham tushunishimiz oson. Chunki oddiy tushunchalar bo'ladi. Shuning uchun o'quvchilar sodda geometrik shakllar deb ataladi. Demak, birinchi biz o'rganadigan narsamiz o'quvchilar nur. Bu nur nima degani? Bu degani mana quyoshning nurini bilamiz. Bir tomoni chegaralangan, ikkinchi tomoni nima ketgan? Cheksiz ketgan. Ikkinchisi kesma. O'quvchilar bular ta'riflarini birma-bir ko'rib chiqamiz keyin. Kesma degani nima degani? Ikkala tomoni chegaralangan to'g'ri chiziq kesma deyiladi. Ana endi uchinchisi burchak. Burchak nima desangiz, mana bu bir nuqtadan boshlab, masalan, mana bu yerda O nuqta desam, mana bu yerda A, mana bu yerda esa B desam, A, O, B burchak hisoblanadi. Ana endi bissektrissiya. Bissektrissiya bu o'sha burchakni teng ikkiga bo'lib o'tib ketadigan chiziq hisoblanadi. Ana endi keyin men sizlarga o'rgatadigan narsam burchaklar. O'quvchilar burchaklarda turlari bor. O'tkir burchak. O'tkir burchak nima bo'ladi desiz, mana bu alfa, ya'ni mana bu burchak, mana bunday, ya'ni 90 gradus mana bundaydan nima bo'lar ekan? Kichik bo'lar ekan. Demak, mana shundan, ya'ni 90 graduslikdan kichkinaroq bo'lsa, bu nima bo'lar ekan? O'tkir burchak bo'lar ekan. Ana endi keyingisi to'g'ri burchak. To'g'ri burchak mana bunday. Sizlar men chiqay deysizlar-ku doskaga qo'l ko'tarib. Xuddi o'sha 90 gradusda qo'l ko'targan bo'lasiz. Ana endi 90 dan katta bo'lsa, mana bundayroq bo'lgan holati. Bu nima ekan? O'tmas burchak. Ana endi butunlay yoyiq holat, ya'ni mana bunday qo'limiz bilan qilishimiz mumkin emas bu narsani. Yoyiq burchak bu 180 gradus. O'quvchilar, bu tushunchalar haqida savollarimiz bormi? Yaxshi. Savollarimiz bo'lmasa, o'quvchilar, mavzuni misollariga o'tamiz. Qaradik. Mana savollar berib qo'yapti. Mana nur nima deyiladi, kesma nima deyiladi deb qo'yibdi. Bu unchalik sizlarga muammo tug'dirmaydi. Xo'p, sizlarga men o'quvchilar 5-sini ko'rib beraman. Qaradik 5-misolga. To'g'ri chiziqda mos ravishda A, B, S nuqta olingan. Bunda A, B 25, B, S esa 7 bo'lsa, A si kesma uzunligini toping mana. To'g'ri chiziq ekan. Mos ravishda degani bu ketma-ket degani. Mana bu yerda qandaydir A nuqta olibdi. Mana bu yerda qandaydir B nuqta olibdi. Mana bu yerda qandaydir S nuqta olibdi. Endi bizga aytayapti, A, B 25 ga teng deyapti. Demak, A, B 25 ga teng. Keyingisi B, S teng 7 deyapti. Bo'lsa deyapti bizga A si kesma uzunligini toping. A si kesma uzunligini topish uchun 25 ga 7 ni nima qilishimiz kerak? Qo'shishimiz kerak. Demak, 25 ga qo'shamiz 7 ni. Javob 32. Ana. Savollar bormi bu bo'yicha? Yaxshi. Ana undan keyingisida burchak deb nimaga aytiladi? Burchakning bissektrissiyasi, qanday burchaklar o'tkir burchaklar deyiladi. Bular haqida sizlar bilan nima qildik? Gaplashib o'tdik. Keyingi misolga o'tamiz. Rasmdagi ma'lumotlardan foydalanib deyapti. So'roq belgisida o'rnida turgan sonni toping, ya'ni gradusni toping deb qo'yibdi. 14-misolda qaraylik 14-siga. A'sini ko'rib beraman sizlarga. Mana bunday holatda burchak berilyapti bizga. Endi mana bu O nuqta, A, B, S. Bizga berilib turgan ma'lumotlar burchak A, O, B miz 70 gradus. Burchak B, O, S miz 40 gradus. Va bizdan so'ralayotgan narsa A, O, S. Ana endi bizga nimalar berilgan? Bular haqida birinchi albatta ko'rib chiqib olsak. A, O, B. A, O, B. Demak, mana bu yerimiz o'quvchilar 70 gradus ekan. Ana endi B, O, S. B, O, S. Mana bu yerimiz esa 40 gradus ekan. Ana endi menga A, O, S, A, O, S. Mana buni hammasi so'raydi. Hammasini topishim uchun 40 ga 70 ni nima qilaman? Qo'shaman. Javob necha bo'ladi? 110 gradus bo'ladi. Savollar bormi bu bo'yicha? Yaxshi. Keyingilarda masalan sizlarda mana bunday holatlar beryapti.
Jamini berib turib, masalan, 40 topib qo'yyapti. Uning uchun jamidan 70 ta olib tashlash kerak. Yoki bo'lmasa orasiga bitta 90 gradusga qo'shib qo'yyapti. Yana bir narsani aytib o'tay. Mana bu belgini ko'rsalaring, bu demak 90 gradus ekan degani, ya'ni 90 gradusni olib ketaveramiz. Demak, keyingi misolga o'tamiz o'quvchilar. Hozir bilan 14-sini ko'rib o'tdik. Bularga ortiqcha to'xtalishimiz keragi yo'q, chunki bularda muammo bo'lmaydi, Xudo xolasa. Keyingisi qanday burchaklar o'zaro qo'shni burchaklar deyiladi? Qo'shni burchaklar haqida ham gaplashib o'tamiz o'quvchilar. Qarang. Bu qo'shni burchaklar degani nima degani? Masalan, mana bu 180 gradusli bo'lsa, yoyiq burchakni ixtiyoriy bitta kesma yordamida birlashtirsak, mana bu bilan, masalan, mana buni A burchak desam, mana buni B burchak desam, A va B burchaklar qo'shni burchaklar hisoblanadi. Ana endi mana bu yerda o'quvchilar B burchak bo'ladi. Nimaga? Chunki bu tarafda bo'lgan narsa bu tarafga teng. Buni nomi vertikal burchaklar deyiladi. Va mana bu yerdagi esa A bo'ladi. Demak, qo'shni burchaklar degani o'sha 180 gradusni qandaydir kesma yordamida bo'lganimizdan hosil bo'lgan burchaklar hisoblanadi. Yana bir narsa, qo'shni burchaklar yig'indisi, ya'ni A plus B har doim 180 gradus bo'ladi. Nima sababdan 180 bo'ladi? Chunki mana buni bunday hisoblaydigan bo'lsak, qaysiga o'xshayapti? Yoyiq burchakka. Shuning hisobiga. Ana endi shunga doir misollar beribdi. Shularni birgalikda sizlar bilan ko'rib chiqamiz o'quvchilar. Aytaylik, 20-misolda D sini ko'ramiz. 20-misolda D si. Mana bizga beryapti-da. D chizyapti. Mana bu 2x ekan. Bu tarafi esa 3x minus 15 gradus ekan. Rasmda berilgan ma'lumotlardan foydalanib x ni toping. Ana endi biz bilamizki, bu burchakka bu burchakni qo'shsak nechaga teng bo'lishi kerak? 180 ga. Demak, 2x qo'shilgan 3x ayrilgan 15 teng bo'ladi 180 gradusga. 2x ga 3x qo'shib olsam 5x teng. Mana bu minus 15 bu tarafga plus bo'lib o'tadi. 180 ga 15 ni qo'shib olsak 195. Ana endi x ni topishim uchun 195 ni bo'laman 5 ga. Shunda x imiz qiymati 19 ichida 3 ta ko'ramiz. 3 ta ko'rsak 15 bo'ladi. Buni ichida 9 ta ko'ramiz. Demak, javob 39 ekan. Savol bormi bu bo'yicha? Tushunib oldik bularni. Muammo bo'lmaydi, Xudo xolasa. Xo'p, 20-si bo'lgan bo'lsa, keyingisiga o'tamiz o'quvchilar. Keyingisi ham xuddi shunaqa, faqat jicha murakkabligi bor. Shularni birgalikda ko'rib chiqamiz. 21-siga qaradik. 21da ham sizlarga o'quvchilar D sini ko'rib beraman. Qaradik. Mana bunday o'quvchi beryapti. Mana bunday. Bundayroq chizib. Mana 90 emas. Endi bizga burchaklar beryapti. Burchak P R S teng 42 gradus. QRT esa 58 gradus. Bo'lsa, burchak SRT ni toping deyapti. Qarang. PRS. PRS. Mana bu yerimiz 42 gradus ekan. QRT. QRT. Mana bu yerimiz 58 gradus ekan. Bo'lsa, SRT ni toping deyapti. SRT. Mana bu yerimiz topdik. X. Demak, 42 qo'shilgan x qo'shilgan 58 teng 180. Demak, x topishimiz uchun 180 dan ayirish kerak. Bundan buni qo'shib olamiz. Ikkovini qo'shib olsak 100 bo'ladimi? 100 dan ayirib tashlaydigan bo'lsam x teng 80 gradus. Savollar menimcha bo'lmasligi kerak o'quvchilar bunda. Chunki juda oson, faqat bu mana bunga o'xshagan, faqat jicha boshqacharoq. Ana endi vertikal burchaklardan foydalanib ishlaydigan misollarga kelibmiz. Xo'p, 22-siga qaradik. Yigirma ikkini esini ko'rib beraman. Qarang. Esda bunday
bunday holatda beribdi. Bundaysi ham bor ekan. Mana bu yerda 104, mana bu yerda 70 va mana bu yerda x, mana bu yerda esa 112 gradus. E'tibor bergan bo'lsak, bu yerda qo'shsam 180 o'tib ketadi. Nima sababdan o'tib ketadi? Chunki bu yoyiq burchakdan ikkita. Bu tarafi 180 bo'lsa, bu tarafi ham 180 bo'ladi. Demak, mana buni hammasini qo'shganim 360 gradusga teng bo'lar ekan. Yozaman. X qo'shilgan, mana ularni yozib olaman. 70 qo'shilgan 112 qo'shilgan 104 teng bo'ladi 360 ga. Siz yozib oling. Demak, endi x topish uchun 360 dan ayirishimiz kerak. Bularni qo'shib olamiz. Qo'shsak 6, 7 ga 1 8. Ana endi bu yerdan x ni topib qo'yamiz. 0 dan 6 ni ayirolmaymiz, bitta olib beramiz. 10 ichida 6 talidan 4 ta bor. Bu yerda endi 5 ta qoldi. Bitta olib bersam 15, 15 dan 8 olib tashlasam 7. Endi bu yerda 2 qolgandik, 2 dan kersam 0. Demak, javob 74 gradus ekan. X teng 74 gradus. Savollar bormi? Yaxshi, davom etamiz bo'lsa. Keyingisi, qo'shni burchaklar biri ikkinchisidan 20 gradusga kichik. Shu burchaklarni toping. Bunda o'quvchilar nima qilyapti desiz, bunda mana bu ma'lumotlar bor-ku, shuni gap bilan beryapti. Mana keyingisida aytayapti, qo'shni burchaklarning biri ikkinchisidan 48 gradusga katta. O'zini qo'shni burchagining 50% ga teng bo'lgan burchakni aniqlang. Mana shunasini ko'raylik, 25-sini. Qaraylik. Bitta qo'shni burchaklar bor ekan. O'ziga qo'shni burchakning 50% ga teng bo'lgan. Mana bu yerda 50% degani bu yarmi degani. Demak, mana bu yerda x olsang deyapti. Mana bu yerda 2x bo'lsin deyapti. Ya'ni mana buni 50% bo'lib qolyapti. To'g'rimi? Ana endi buni bilamiz biz. 2x qo'shilgan x teng nechiligini 180 gradus ekanligini. 3x teng bo'ladi 180 gradus. Bundan ko'rinadiki x teng 60 gradus. 2x teng 120 gradus. Savollar. Xo'p, ana endi o'quvchilar soat masalalariga o'tamiz. Ya'ni soatning minut milli monuncha oralig'ida necha gradus bo'ladi, bunda undaqangi qancha bo'ladi degan misollar bilan tanishamiz. Uning uchun sizlar diqqat bilan oldin quyidagi ma'lumotlarni bilib olishlaringiz kerak. Mana bu soat bo'lsin. 12 chizishda e'tibor berib turamiz. 6, 3, 9. Oldin o'shalarni chizib olsalaring, orasi keyin bir xil chiqadi. Ana endi qaraymiz. Bu hammasi bitta aylangani nima ekan? 360 gradus. Ana endi bitta qaranglar. Bitta, ya'ni 1 soatimiz, 1 soat minutgacha kelishi bu qancha bo'ladi? Buni aniqlash uchun 1 soatimiznikini 360 da bo'lish kerak 12 ga. Chunki bu soat mili bitta aylanib chiqsa nima bo'lish kerak? Bu chunki nimamiz bo'ladi? Har bitta soat orasidagi vaqtda necha gradus bo'ladi, shuni aniqlab olyapmiz. Demak, bo'ladigan bo'lsa 30 gradus. Demak, 12 da turgan soatni ko'rsatadigan mili 1 ga borib qolsa, demak 30 gradus bo'lar ekan. Tushunarli bo'lyaptimi? Necha gradusga siljidi yoki necha gradusga farq qilyapti deb bizga savol kelishi mumkin. Ana endi 1 minut qancha bo'ladi? Siz minutdan endi minutgacha borish uchun 30 gradus bo'ladigan bo'lsa, albatta bu 5 minut bor-ku, to'g'rimi? Masalan, minut milliy hisoblaydigan bo'lsak. Endi mana shu 30 gradusni bo'lib olasiz siz 5 ga. Bunda 6 gradus bo'lar ekan. Ya'ni 1 minutda minut milliy yuradigan bo'lsa, 1 minutida 6 gradusga siljir ekan. Ana endi misollarga qaradik. Bizga aytayapti, soatning minut milliy quyidagi vaqt oralig'ida necha gradusga buriladi? 1 minutda mana 12 minutda shuni 12 ga ko'paytiramiz. 8 minutda 8 ga ko'paytiramiz. Bu bo'yicha umuman savol bo'lmasligi kerak. Keyingisi, soatning soat milliy quyidagi vaqtlar oralig'ida necha gradusga buriladi? Mana 30 gradus deyapmiz. 1 soatda, 3 soatda 3 ga ko'paytirasiz, 4 soatda 4 ga ko'paytirasiz. Shu kelib chiqaveradi. Keyingisi, rasmda berilgan ma'lumotlardan foydalanib, soatning soat va minut millari orasidagi burchakni
aniqlang. Xo'p, mayli, shundan bitta ko'rib ketaylik. 30 ni ko'radigan bo'lsak, mana e'tibor bergan bo'lsak, misol turibdi, mana 12 beryapti, aytdi, 1 beryapti. Xo'p. Soatimiz rasa 1:00 bo'libdi. Mana orasi necha deb kelishdik sizlar bilan? 30 gradus. Bo'ldi. Baribir qolganini chizishimiz ham shart emas. Keyingilarda ham mana xuddi shunaqa ekan. Yana bitta narsaga e'tibor beramiz. Masalan, mana beroq bo'lib tursa, bu sizdan bu tarafini so'rayaptimi, bu tarafini so'rayapti. Shunisiga e'tibor berib qo'yinglar. Mana bu narsa metroqqa yaqin, masalan, 11 bo'lgan bo'lsa, manag'ini so'ray turgan bo'ladi. Manag'ini topib qo'ymaymiz biz. Chunki xolasangiz ikkala tomonni ham, u tarafni ham, bu tarafni ham topib ko'ring. Javob tekshirganimizda, domla men bu tarafni ham, bu tarafni ham topdim. Siz o'sha to'g'risini hisobga olib ketaveramiz. Xo'p, o'quvchilar, so'nggi misolimiz ekan. 31. Quyidagi berilgan vaqtdagi soat va minut millari orasidagi burchakni aniqlang deb qo'yibdi. Xo'p, mayli, bundan ham bitta ko'ramiz. 31-misol. Bunda aslida aytayaptiki 0,1 gradus. 20 deyapti. Xo'sh. Bunisi ham oson. Kelinglar shuni birgalikda ko'rib chiqamiz. E'tibor beradigan bo'lsak, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 va 11. Ana endi qaraymiz. Bu 1:20 ekan. Demak, soatni ko'rsatib turgani birdan mana bu yerdan jingi o'tadi. Mana bu orasida e'tibor bergan bo'lsak, nimalar bor? Kichkina daqiqani, minutda, soatni ko'rsatadigan millar bor. Endi 20 deganimiz mana bumi. Bularning orasidagi burchak endi necha gradus bo'ladi? Xo'p, o'quvchilar qarang. Agar bu mana bu yerda tursa, ya'ni soat 1 ni ko'rsatadigan bo'lsa, uni orasida bitta, ikkita, uchta. Nechta 30lik bor ekan? 3 ta. Agar shunda turganda bu 90 gradus bo'lar edi. Lekin bu narsa o'quvchilar 90 bo'lmaydi. Chunki mana bu sal bo'lsa ham bu tarafga nima qilgan bo'ladi? Siljigan bo'ladi. Nima sababdan siljigan bo'ladi? Chunki mana buni bunga kelish uchun 3 dan 1 turibdi. Ya'ni mana bu emas o'quvchilar. Mana bu yerda mana sizga yana bilinish uchun deb qo'yaman. Mana shu joyda joylashgan bo'ladi. Sababi bu masalan yarim bo'lgan paytda bu 1 bilan 2 ni o'rtasida turishi kerak. Hozir bu masalan orasida 5 ta bo'ladigan bo'lsa, mana bu hozir ikkinchisida turgan bo'ladi. Yoki masalan buni orasidagi burchakni masalan bitta aylanib, mana bu bitta aylansa bu 1 dan 2 ga ketadi-ku, to'g'rimi? Orasi 30 gradusmi? 30 gradusni nechiga bo'lasiz? 30 gradusni o'quvchilar 12 ga bo'lamiz. Chunki nimaga? Mana bu borib kelish uchun. Ana endi bu nechida turibdi? To'rda turibdi. Shuni to'rga ko'paytirasiz. Ko'paytiruv to'r. Ana endi buni hisoblaysiz. Hisoblaydigan bo'lsak 30 taqsim 12 ko'paytiruv to'r. Bu bilan buni qisqartirib yuborsam, mana yerda 3 qoladi, bo'lsam 10 gradus. Ana endi bu mana bu yerdan qancha 10 gradusni olib tashlaymiz. Chunki 10 gradusda turibdi degan ma'no bo'lyapti-da. Endi bundan 90 ni olib tashlaydigan bo'lsak 80 gradus bo'ladi. Demak, bu ma'lum bir miqdorda nima qilgan bo'lar ekan? Siljigan bo'lar ekan. Savollar bormi bu bo'yicha o'quvchilar? 90 deb adashib qolmaylik, chunki bu siljiydi har doim. Demak, savollarimiz bo'lmasa o'quvchilar vazifa deb yozamiz. Vazifa o'quvchilar mustaqil ishlash uchun topshiriqlar. Bizga kerak bo'ladigan narsalar o'quvchilar mana bular unchalik muammo tug'dirmaydi. Mana bularni yodlab olsak bo'ldi. Keyin mana buni yaxshilab eslab qolishimiz kerak. Xo'p. Keyin yana bitta bizga vertikal burchak, qo'shni burchak, shularni biz yodlab tursak, xudo xolasa misollarni ishlashda muammolar bo'lmaydi. Darsimiz bo'yicha savollarimiz yo'qmi?